Hammalar bilasizlar, dunyoning eng rivojlangan mamlakatlaridan biri bu AQSh va dunyodagi eng boy kompaniya, korporatsiya bu Amazon. Amazonning texnologiyasini men sizlarga hozir ko'rsataman. Tadan, tayyormisizlar? Texnologiya! Akalar $20 ovqat zakaz qildim, sizlarga ichini ochib polni ko'rsataman. $10 proteinovый smuzi, $6 mana antidepressant o'yinchoq oldim. Mijib yurasizlar. Hech bo'lmasa shuni mijib yuraylik, boshqa narsa yo'q. Va shogirdimni kasal qildim Shaytanat filmiga. Asadbek, привет. Bilaman, mana bolani taruzi bor ekan, yemayman, voydot deb qochsam ham taruzini olgani ketyapti. Mon qaranglar, naqadar bizni akalarimiz mehmon do'stlar. Tak akalar, men tug'ilib katta bo'lgan Amerikadagi ovqatning narxi bilan va sizlar meni hozir tomosha qilyapti turgan Toshkentdagi ovqatning narxini solishtirib ko'rasizlar. $20 ga Amerikada grilled chicken, ya'ni grill qilingan tovuq, guruch hamda Bruklindan qaranglar. Beradi. $20 ga. Toshkentdachi? Novikov toqatlanaman. Novikov. O'zini olib kelyapti, yemayman desam bilan. Akalar ovora bo'ldi. Zarshidagi Samarqandlik brati mana torus ko'tarib kelibdi. Abdusha aka. Nima berasiz aka bundan boshqa? Bu narsa ovqat borish. Narxlarni nima kerak sizga? Bu narsa berar ekan.